Yoqimsiz zarda kun davomida bezovta qiladi. Jig'ildondagi olov kayfiyatni doim buzadi. Ortiqcha chidash shartmi? Nol paza zardani bartaraf etadi. Nol paza zardasiz kunning yorug' tarafida bo'ling. Bugunga buyurtmalar bormi? Adashgan o'g'ilning qaytishi. Juda qisqa fursatda. Adminga yoz. Buguncha Abrorga topshiriq bermang deb iltimos qilgandim. Bugun ko'rish olamizmi? Chiqqanimda qo'ng'iroq qilaman. Kelishdik. Bugungi topshiriqlar bormi? Sanjar bilan bugun ozgina tushunmovchilik bo'ldi. U aytgan gaplar hissiyotda aytilgan gaplar. Uni tutishingizni iltimos qilaman. Sanjar bilan kelishib oldik. Xo'p. Xo'p, kutaman. Endi ishga olg'a. Marjona? Marjona? Qizim? Marjona? Marjona? Qizim? 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 Dadasi? Dadasi? Qizim? Gulxumar! Gulxumar! Sanjar! Ha, dada, assalomu alaykum. Yana ishdingizmi? O'g'lim. Qachon uylanasan sen, ha? Peshonamda shu kunlar ham bormidi? To'g'ri. Sharmanda. To'g'ri. Katta odam. Sudralib yurishingizni qarang. Ha, aro o'lsin, aro o'lsin. Shunchalik ham ichadimi? Oyi, bo'ldi qiling.
Hozir gapirganingizni foydasi yo'q. Yotqizaylik, uxlab turganlardan keyin gapiraverasiz. Seni ishing bo'lmasin. Xohlaganimni gapiraman, bildingmi? Xo'p, mayli, qayerga yotqizay? Ey, uyga olib kirma. Karavotga yotqiz. Dada, O'zi ko'nglim sezgandi. sekin. Har kuni maishat boshlik. Xo'p, yuring. Har kuni shu ahvol. Hech bir har baloyi chikur. Ha, aroq o'lsin, aroq o'lsin. Men bitta yaxshi hacker topgandim. Gaplashib ko'rdim. Yaxshi, nima dedi? Bilmadim. Bo'ladigan bolaga o'xshayapti. Menimcha ishonsa bo'ladi. Tushunmadim. O'zingga o'xshamayapsan-ku. Kechirasiz, nega unday deyapsiz? Sen bunday mujmal harakat qilmasding-ku. Qanday qilib ishonsa bo'ladi? Shu ham gapmi? Ishonsa bo'ladi degani, ishonib bo'lmaydi degani. Shuni bilasanmi? Tushundim. Yangi kuryerlarni topish ishlari qanday ketyapti? Harakatdamiz. Chiqib turibdi. Jalb qilish qiyin bo'lyapti. Hozircha ehtiyoj sal kamaygan deyman. Yo'q. Ehtiyoj yuqori. Ularni ko'paytirish yaxshi. Bizga ish tez bitishi kerak. Kam sonli insonlarga bog'lanib qolish kerak emas. Haligi yangilarni moslashishi qiyin bo'lyapti. Shuning uchun eski tajribasi bor yigitlarga murojaat qilishga to'g'ri kelyapti. Yangilarga ko'proq e'tibor qarat. Eskilariga ko'p ham ishonch bildirish yaramaydi. Hammasini bizdan nari tutib ishni bajartirish kerak. Har qadamda sotqin chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun yangilar bilan tavakkal qilish qiyin-da. Eskilari bilan tavakkal bir xil, ishonaver. Xullas, o'zingdan qolar gap yo'q. Nazoratni chetda qoldirma. Hech birini, tushundingmi? Bor ishingni qilaver. Xo'p. Shahlo, yaxshimisan? Ertaga darsga borasanmi? Yo'q. Tinchlikmi? Mazam yo'q. Kuni bilan karaxt bo'lib yotdim. Boshim og'rib ketyapti. Dori-pori ichdingmi? Foydasi bo'lmayapti. Unaqa yotma. Shifokorga ko'rinaylik. Oldini olgan yaxshi. Bilib bilmasdan o'zingcha har xil dori ham ichsang bo'lmaydi. Xo'p. Yoki hozir tez yordam chaqiraymi? Yo'q, jinnimisan? Bunaqa yotishdan foyda yo'q. Sog'lig'ingga jiddiyroq qarash kerak. Mayli, yana bir miriqib uxlab tursam yaxshi bo'lar. Bo'lmasa ertaga shifokorga boraman. Yaxshi. Unda ertaga darsdan keyin borsang, men ham senga sherik bo'laman. Rahmat. Mayli, men ham uxlayman. Sen ham yaxshi dam olgin, xo'p? Ha, Mushtumzor. Bir urib qochib ketish ekan-da. Uzunroq ayna. Bugun sal qizishib ketdi. Mayli, hech qisi yo'q. Lekin aytib qo'yay. Agar yana qo'l ko'tarsang, o'rtog'imligingga qarab o'tirmayman, tushundingmi? Yaxshi. Nimaga fikring o'zgarib qoldi? Darrov pul kerak bo'lib qoldimi, ha? Ha, pul kerak. Akamga berishim kerak. Qarzi ko'pmi hali? Juda ko'p. Bir o'rtog'im nomiga kredit olgan ekan, o'shani yopish kerak. Tushunarli. Keyin senga yana bir gapni aytaman degandim. Bugun oyimni kimdir ta'qib qilibdi. Abror aqlli bola bo'lib yursin deganmish.
Nimaga unaqa deyishadi? Bilmadim. Nega bilmaysan? Hammasi g'alati. Seni urib ketishdi. Endi menda bu ahvol. Bu shunchaki signal. Qanaqa signal? Seni bu ishdan ketishingni xohlashmayapti. Ular diqqat bilan ishlashimizni xohlashadi. Shu uchun xayoli joyiga qo'yib, yaxshi ishlashing kerak. Katta ehtimol seni ham biografiyang bilan tanishib chiqishgan. Ja, vahima qiladigan holat emas-u. Xotirman, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani yur. Ishlar qalay? Bo'ladi. Yaxshi ishlayapsanmi? Ha. Himoya tizimimizni qanday baholaysan? Salbiy. Qanchalik? 10 balldan 5 ball qo'ygan bo'lardim. Nega biz kuchli mutaxassislar bilan hamkorlik qilganmiz? Bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tgan. Hozir bundan 2-3 barobar yaxshiroq qilish imkoniyati bor. Yaxshi. Bu yog'i sening ishing. Mahoratingni ishga sol. Tushunarli. Qanaqa holda guysan? Menga oddiysi bo'ladi. To'xta. Senga xabar keldimi? Ha, xabar keldi. Mayli ketdik. Keyin ovqatlanamiz. Tezroq ko'rsatilgan joydan borib molni ol. O'zingni ehtiyot qil. Keyin shu yerda ko'rishamiz, tushundingmi? Bo'pti, omad. Qizim o'ziga kelmayapti dadasi. O'lib qoladi dadasi. Qizim o'ziga kelmayapti. Jim bo'l ahmoq. Qizingni yurak uryapti. O'z qizingizga uyingizdan joy bermadingiz. Mana oqibati. Guldek qizimdan ayrilib qolyapman. Ovozingni o'chir deyapman senga. Bor o'g'lingga ayt. Tez yordam chaqirsin. Aytdim, chaqiryapti. Qizing dori ichib qo'yibdi-yu. Qanaqa dori? Qanaqa dori bo'lardi mana? Mana bu doridan bir ichishda hammasini ichib qo'yibdi. Voy o'lmasam. Beraman o'sha pulingni. Namuncha besabrsan. Ozgina kutgin. Harakat qilyapman. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Bo'ladi, shukr. Tinchlikmi bolam? G'amgin ko'rinasan. Tinchlik, hammasi yaxshi. Bugun ko'p ishlavordim shekilli, ozroq charchadim. Shunga horg'in ko'rinyapman, oyi. Joningni ko'p qiynama bolam. Kasal bo'lib qolasan. Dam ol. Ish tugamaydi o'g'lim. Ish juda vahima qilarli darajada ko'p emas. Lekin odam baribir charchaydi. Kun bo'yi ishxonada uncha bilinmaydi. Uyga kelgach charchaganimni his qilaman. Mayli. Kiyimingni almashtirib chiq, ovqatlanamiz. Abror qani, xonasidami? Biroz avval chiqib ketgandi. O'rtoqlari chaqirgan ekan. Kelib qolsa kerak, qo'ng'iroq qilchi. Xo'p, oyi. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan.
Agar nargi tomonga o'tib ketgan bo'lsa, umrini qamoqda chiritaman. Kim bilan o'ynashayotganini tushunmayapti. Alo. Alo. Uxlaganmiding? Ha, uxlagandim. Yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Nimaga kayfiyating yo'q? Qayerda edingiz? Nimaga qo'ng'irog'imga javob bermaysiz? Qayerdasiz? Quvvati tugagan ekan. Aldamang. Muhim ishlar bilan band edim. Quvvatlashga vaqtim bo'lmagan ekan. Mendan ham muhimmidi? Qo'ysangchi. Darrov arazlamagan. Necha marta qo'ng'iroq qilganimni bilasizmi? Bo'ldi qil. Boshqa narsa haqida gaplashaylik. Mana qaytib qo'ng'iroq qilyapman-ku. O'ynab yurganim yo'q. Sen ham to'g'ri tushungin-da. Xo'p. Qayerga yo'qoldi bu? Hech bu bola biron ishni vaqtida qila olmadi-da. Ish qilib, yana bir muammoni boshlamagan bo'lsa bo'ldi-da.
Vaqt yo'q. Balki Abror ketib qolgandir. Kechga qolmasligim kerak. Avval ish, keyin do'stlik. Abror. Men Akmalman. Ko'chaga chiqing. Qo'ng'iroq qilaman, gapim bor. Hozir chiqaman. Sabr qil. Ko'tar, Shahlo. Alo. Shahlo, Nima? nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Nimaga javob bermayapsan? Sizga aytadigan gapim yo'q boshqa. Shahlo, arazlama. Hech qanaqa sababsiz qanaqa qilib xafa bo'lish Tinch qo'ying meni. Shahlo, gapimni eshit, to'xta, o'chirma. Nima? Mayli, mendan xato o'tdi. Ishda edim deb aytdim-ku. Darrov arazlab olmagin. Tushunishga harakat qilgin. Qilmang menga telefon. Shahlo, menga qara. Ko'rishaylik. Senga zo'r sovg'am. Ha? Sovg'a deysizmi? Ha, sovg'a. Chiqasanmi? Mayli. Qayerda ko'rishamiz? O'sha eski joyimizda. Xo'p, hozir boraman. Nega sen bilan bog'lanish bunchalik qiyin bo'lyapti? Meni to'g'ri tushuning. O'zim sizga aloqaga chiqib turaman. Boshqa payt meni bezovta qilmang. Xalaqit berasiz. Tushunarli. Ishlar nima bo'lyapti? Bo'ladi. Chaqirishdi. Asta-sekinlik bilan ishlashni boshladim. Vaziyat qanday? Hozir to'liq muhitga moslashishga harakat qilyapman. Muhit kutganimdan ko'ra yopiqroq. O'ta sirli. Ishimiz oson kechadiganga o'xshamaydi. Ha, yaxshi. Uddalashingga ishonaman. Harakat qilaman. Sen kim bilan ishlayapsan? Kattasini ko'rdingmi? Anig'ini bilmadim. Menimcha, yugurdagilar bilan ishlay boshladim. Keyinchalik kattalar bilan ham ko'rishib qolsam kerak. Meni tezroq yopiq guruhlarga qo'shishing kerak. Tushunmadim. Nimaga? Men ularni ichidan kuzatishni boshlardim. Nima uchun? Ishimiz ancha tezlashib ketardi. Yo'q. Buni iloji yo'q. Nega? Ko'rinmaydigan profil qilib bera olmaysanmi? Yo'q. Bunga hali erta. Men ularni muhitiga yaxshilab moslashib olishim kerak. Ishonchlariga to'liq kirmasam bo'lmaydi. Siz aytgan ishlarni keyinchalik asta-sekin yo'lga qo'yib borsa bo'ladi. To'g'ri aytasan. Gapingda jon bor. Hozir shoshmaganimiz ma'qul. Shunday. Bo'pti, men telefonni o'chiraman. Bo'pti.
Alo, Allo. Abror qayerdasan? ko'chadaman. Seni topolmay qoldim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Men ishlarimni bitirdim, xoddoxonadaman. Men ishlarim esa rasvo bo'ldi. Tinchlikmi, qayerdasan? Men hali ham birinchi lokatsiya atrofidaman. Nimaga molni olmadingmi? Men borgunimcha bitta maraz molni o'g'irlab ketib qoldi. Ulgurmay qoldim. 1 soatdan beri o'sha nusxani qidiryapman. Menga lokatsiyani tashla, hozir yetib boraman. Hozir yuboraman. Ehtiyot bo'l, hal qilamiz. Bir yo'lini topamiz. Xo'p, tezroq kel. Bo'pti, boryapman. Bo'pti. Sen qo'ng'iroq qilgan payt uzoq hududlarda edim. Tovar kelib qoluvdi. Hammasiga o'zim yugurdim. Hali u yoqqa boraman, hali bu yoqqa boraman. Sheriklarim boshqa ishlar bilan band edi. O'zim qilishga majbur bo'ldim. Shuning uchun sen bilan bog'lana olmadim. Uni ustiga telefonim ham o'chib qoldi. Shahlo. Xavotirga qo'ygan bo'lsam, kechir. Chehrangni sal och, kayfiyatingni ko'tar. Nima bo'ldi? Men lokatsiya bo'yicha borayotgandim. 20 metrcha yaqinlashganimda bitta nusxa turgandi. Keyin o'sha atrofni qidirib, dorini topib oldi-da, oldiga qaramay qochdi. Birdan yugurmadingmi? Yugurdim. Yetolmadim. Keyin Melisa xodim bo'lsa-chi deb qo'rqdim. Sekinroq topamiz. To'g'ri. Bu yog'ini ham o'ylamabman. U kim? Kim bo'lishi mumkin? Qayerga yo'qolib qoldi, umuman tushuna olmayapman. Shu podyezdga kirgan uzoqdan ko'rdim. Qanday qilib qidirish mumkin, hayronman. U tasodifan topib olganmikin? Yo'q. Tasodifan topib olishning iloji yo'q. U qayerdan bilish mumkin o'sha yerga yashirilganini? Shunchaki o'tib ketayotgandi xolos. Sekinroq gapir. O'sha yerda bir muddat qidirib topdi-da, keyin qochdi. Demak, u bilgan. Xo'jayinlarning o'zi biz bilan o'yin qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Axir ularga bundan nima naf? O'zlariga qiyin bo'ladi-ku. Balki ichimizda kalamush bordir. Axir hamma bilan individual ishlashadi. Ha, bu qanday qilib bir-birini lokatsiyasidan xabardor bo'lishi mumkin? Juda xavfsiz deb baholangan servisi unchalik ham unaqa xavfsiz emasdir. Xullas, men qo'ng'iroq qilaman. Kimga teryapsan? Adminlar bilan gaplashaman. Ichimizda sotqin borligini aytish kerak. Yo'q, jinimisan, to'xta. Hali u odamni topaylik, hammasi o'z iziga tushadi. U qayerga ketganini topish imkonsiz, tushunyapsanmi? Bu ish uchun senga qo'shib meni ham dabdalamni chiqarishadi. Tushunyapsanmi? O, yur qidirib topaylik. Anvar? Ovqatga chiqmaysanmi, o'g'lim? Ishtaham yo'q, oyi. Nega ishtahang yo'q, bolam? Ukang kelmayaptimi? O'zi gaplashdingmi? Boyam qo'ng'iroq qilgin deb aytgandim. Ha, SMS yozib yuboribdi. O'rtoqlar bilan birga ekan. Sal kechroq kelar ekan. Ertaroq kelib, ovqat yeb, uyda o'tirsa bo'lmasmikan? Ko'chada nima bor kechqurun? Keladi. Xavotir olmang. Ukangni tergab qo'ygin. Taltayib ketmasin. Xo'p. A sen akasisan. Tergab turishing kerak-ku. E'tibor qilyapsanmi? Ko'chada ko'p yuradigan odat chiqaryapti. Gaplashgandim yaqinda. Yana tushuntirib qo'yaman. Bo'pti. Men uyda o'zimni juda yomon his qildim.
Hayotga bo'lgan qiziqishim bir kunda o'zida so'ndi. Hech qachon bunaqa holatga tushmaganman. Doim quvnoq yurardim. Menga nima bo'ldi tushunmayapman umuman. Bo'ldi. Siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman. Hozir. Mana. Tez ichib ol. Tetiklashasan. Sekin, sekin, shoshilma. Sekin. Ana shunday. Yaxshi. Ana, bu boshqa gap. Hozir kayfiyating ko'tariladi, o'zingga kelasan. Xo'sh. Endi u bu narsa buyurarmiz, qorin ochib ketdi-yu. Yaxshi. Singlim, qarab oling. Menga qara, qayerda bo'lishi mumkin-a? Bilmadim. Voy, keling. Bu yoqqa kelinglarchi? Tez, bu yoqqa kellaring. Bizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Nima qilib yuribsizlar bu yerda kechasi? O'rtog'imizni kutayotgandik. Kimsizlar o'zi? Shu yerda turasizlarmi? Yo'q, narigi mahallada turamiz. O'rtog'imiz chiqaman degandi. Shunga poylab turgandik, aka. Ikkalayni boyadan beri kuzatib turibman. Harakating bejo. Shunchaki o'rtog'imizni kutib turibmiz. Chiqish qiyin bo'lib ketdi. O'rtog'ing kim? Men bu yerda hammani taniyman. Ismi nima? Otasini-chi? Aka, otasini ismini bilmaymiz-ku. Xo'p, o'zini ismi nima? Kamron. Kamron kim ekan, ha? Kamron. Kamol bor, 3-qavatda yashaydigan. Kamol. Ha, sen Kamron deding-ku. Ha, yo'q, yaxshi eshitmadingiz. Kamol. Hozir. Alo, eshitaman. Alo, Dilshodjon, omonmisiz? Rahmat, yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Shu atrofda bo'lsangiz bir kelib ketasizmi deganim. Tinchlikmi aka? Tinchlik. Mahallada ikkita begona yigitga duch keldim. Menga sal shubhalidek ko'rinishyapti. Bir gaplashib ko'rasizmi degandim. Xo'p, hozir boraman. Xo'p, kutaman. Tezroq keling. Aha, xo'p. Mahallamizning inspektori bilan gaplashdim. Nimaga? Endi ozgina suhbatga tortadi xolos. Hozir 10 daqiqada keladi. Sizlar mendan xafa bo'lmanglar. Endi men mahalla tinchligini o'ylayman. Oy, yaramaslar. Oy, tirranchalar. To'xta dedim senlarga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Ashura va Marjonani yaqinlarimisizlar? Ha, biz ota-onasimiz. Doktor, qizim o'ziga keldimi? Qizingiz og'ir ahvolda. Hali o'ziga kelgani yo'q. Oshqozonini yuvdik. Ko'p dori qabul qilish natijasida oshqozoni zaharlangan. Baraka toping, doktor. Rahmat sizga. Bemor o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganmi? Ha, yo'q. Ozroq oilada bo'ladigan muammo. Ha, unda ichki ishlar xodimlariga xabar berishga majburman. Bunday vaziyatda ularni xabardor qilmasam bo'lmaydi. Nega chaqirasiz? Aytyapman-ku, har bir uyda bo'lib turadigan oilaviy muammo. Iltimos, doktor, ichki ishlarga xabar bermang. Qizim hozir biroz tushkun kayfiyatda. Bo'lmasa bunday ish qilmasdi. To'g'ri tushuning, bu meni majburiyatim. Unday qilmang, doktor. Yolvoraman. Unda bemor o'ziga kelsin, bir gaplashib ko'raychi. Xo'p, salomat bo'ling. Arzimaydi. Boshim qotdi. Vaziyat umuman yumshamayapti. Muammosidan muammo. Menimcha, endi dorini qidirish befoyda. Nima qilamiz, Sanjar? Men seni ko'rmadim. Sen meni tanimaysan. Sen jinnimisan? O'zingdan so'ra.
vaziyatni qiyinlashtirib, muammo tug'dirgan o'zingsan. Bu ishga meni aloqam yo'q. Buni o'zing yaxshi tushunib turibsan. Muammoni hal qilishga sen majbursan, men emas. Qaytgancha. Bu har doimgi odating-ku, ha? Muammo meniki, yutuq ikkimizniki. Uzr, unutibman. Bugun telefoningni o'chirib qo'y. Ertaga o'zing nimanidir o'ylab toparsan. Bugungi vaziyatni tushuntirsang, balkim tushunishar. Bo'pti. Boshim. Ay, boshim. Abror qayerda? Tinchlikmi? Tinchlik bo'lganda Abrorni sendan so'rab o'tirmasdim. Qayerda u? Bugun uni ko'rmadim. Uni zudlik bilan topish kerak. Mol mijozga yetib bormagan. Balki endi olib borar. Vaqt juda ham cho'zilib ketdi. U bilan bog'lana olmayapmiz. Men ham tusha olmayapman. Telefoni o'chib qolgandir. Uni og'ir jazo kutyapti. Oqibati voy bo'ladi. Sen u bilan bog'lanishing bilan barcha gaplarni unga yetkaz. Vaziyat jiddiy. Xo'p. Endi shu yetmay turuvdi. Endi nima bo'ladi? Meni ham jazolashadimi? Men uni bilmayman, tanimayman deyman. O'zini muammosini o'zi hal qilsin. Menga nima? Sanjar, Abror qayerda? Men bilmayman. Men bugun uni ko'rganim yo'q. Nima ish qilgansan? Nima majbur qildi bu yo'l kirishingga? Kimdir ehtiyotkorlikni unutgan, menga yoqmayapti. Betobmisiz? Sizga nima? Endi jim turishdan foyda yo'q ekan. Chetga o'taylik.